Hozirgi kunda o'zbeklar jamiyati Nyu-York shahrining ijtimoiy hayotida juda faol qatnashishga harakat qilmoqda. Ammo menimcha vatandoshlarimiz bu jarayonda to'liq va yetarlicha jalb qilinmagan. Xo'sh, qanday qilib jamiyatimiz shu Nyu-Yorkning ijtimoiy hayotida yanada muhim o'rin egallashi mumkin? Yaxshi, birinchidan harakat qilishmayapti, allaqachon ishtirok etishyapti. Rahmat. O'zbeklar jamiyati kuchli jamiyat. Haqiqatdan olib qaralganda Nyu-York shahri tiklanishining eng muhim bosqichida, ya'ni jamoat xavfsizligiga e'tiborli, kichik biznes egalari, ular juda ishbilarmon ekanliklarini, soliq bazamizga hissa qo'shishlarini ko'rasiz. Va ular juda oilaparvar odamlar. Ta'limga e'tiborli, kelajak avlod oldingi intilishini ta'minlay oladigan jamiyat. Shunday ekan, o'zbeklar jamiyatiga maslahatim yana 3 ta narsani amalga oshirish darkor. Birinchisi, imkon qadar ko'ngilli ish qiling, nafaqat o'zbeklar jamiyatida, balki jamiyatdan tashqarida ham. Tashqi muhitga ham yo'llar ochila boshlansa, shunda odamlar o'zbeklar jamiyati Nyu-York shahri va bu mamlakatni qanchalar yaxshi ko'rishini ko'rishadi. Ikkinchisi, menimcha odamlarni birlashtirish yo'lida ishtirok juda muhim. Biz buni non ushlab rishtalarni mustahkamlash deb ataymiz. Shahar bo'ylab minglab kechki ovqatlar tashkil etganmiz. Har birida 10 dan ko'p millat vakillari ishtirok etishgan. Ana shunday kechki ovqatlarda o'zbekistonlik vakillar ham homiylik qilib, o'zlarining madaniyatlari bilan tanishtirishlarini xohlar edik. Va oxirgisi, siyosatda ishtirok eting. Ishonamanki, deputatlarimizning ko'p burchaklarda qabul qilinayotgan qarorlarga o'zbeklar jamiyati ham befarq emas. O'zbeklar jamiyati jamoat xavfsizligiga ishonishadi. Biz uchun jamoat xavfsizligini ta'minlashda hamma ovozlar muhim. Aytaylik, shahrimiz xavfsizligini qanday ta'minlashimiz mumkin? Jamiyatdagi barcha odamlar ovoz bergani jamiyat tomonidan saylangan mas'ul shaxslar tomonidan nazoratga olinadi. Hattoki kimdir hujjatsiz bo'lsa ham, ularning farzandlari ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Iftorda qatnashuvchilar ham ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari shart. Mana shu narsalar shahar rivojlanishiga katta hissa qo'shadi deb baralla ayta olaman.